Zübeyir bilan Zuliyar akşam dadası bilan birga o'tirib boshlab qo'ygan mavzuda bugun deganda pul aytdim. Apam dadamlar Zübeyir bilan Zuliyarni bek ko'gimiz kelib ketdi, ekan bir kelib ketinglar deganda biz berib olamadik. 3 kundan keyin boraylik desak apam dadamlar turib bo'lolmay, chidab bo'lolmay o'zilam kelibdi-da Qashqarga. 3 kundan beri mush cho'nglar bilan bular film yo'llayolmay qoldi. Bugun mana apam bilan dadam ekan qaytmoqchi. O'xshdi pul aytib anda yo'lga solay deb atdigan diltamoq tayyorlab ketdim. Pul aytish jarayonimiz lagan bahirligach mush telefon xumar bolalar to'g'risida bir paranglish boqaylik muonalar. O'zining birdam oromchiligini, tinchligini deb bolalarni telefon bilan gullaydigan onalar, otalar haqiqatan oz emas. Bolalar necha yoshga kirdi inkos rayoniga yozib qo'yinglar. Bolam bek telefon o'ynaydi deydiganlar 7 ni mening bolam faqat telefon o'ynamaydi deydiganlar 8 ni yilab qo'yinglar. Men bir xaridarimga bilib bilmay ochiqlab soldim. Nimishqa deysanglar bu xaridarimning bolasiga bolaning ma'lum masalasiga qarata o'zuqdan sheppagan. Keyin mendan maslahat so'rab yana gapirdi. Bolam faqat telefonim bosh ko'tarmadi. Bolamni telefonni tezdiramidi deymida 2 kun to'liq kech kunduz telefon o'ynaydi. Agar telefon bermasam tomoq miygulanmaydi. Putnapla turib oladi. 5 kun maktabda o'qigan keyin charchab ketdi, bolam yerib ketdi. Mayli bir ko'ngil xush qilib olsin deb men mayl deyman deb shuna degandim. Men bolani cho'qim telefondan tezdiring deb bir mush taklif bergandim. Ammo keyin qaytam ahvol so'rgan chig'imda o'xshash yana buronqa gapini qildi. Bolamni gap qilsam anglamaydi ekan. Telefon bermasam patnab turib olgan, tomoq miygulanmaydi ekan. 5 kun maktabda o'qigan keyin bulabda bir kun o'ynab olsin deb telefonni berdim. Telefon bosh ko'tarmaydi mening bolam. To'g'ri shu ana bo'lgan odamga oson emas. Bolamning o'shib qolarmi, mendan rinjib qolarmi deb ansiraymiz. Bolaning telefonni bo'lgan qiziqishlardan, talpinishlardan bolamizga ichimiz og'rib qoladi. Ammo bu haqiqiy ish og'ritish emas, balki bolaning kelgusiga qilingan eng cho'ng ziyonkashlik. Telefonning bolalarga olib kelgan ziyonlarini men demasam-mu, ko'pincha bildi deb o'ylayman. Bek bilmasanglar, to'rdan izlab ko'rib beqinglar, bir so'zlab o'ltasam mazmun bek uzrab ketadi. Agar bolangizga telefon bermasangiz tomoq yemasa och qo'ying dedim. Tomoq bermang dedim. Cho'ng erkakka telefonni tashlab bermay, balki u erkakni ishq silang dedim. Chunki 15 yoshlik bola u kichik bola emas. U erkak iqtisodning nadin keldiganligini hozirdan boshlab tushunmasa, hozirgi rohat turmushning nadin keldiganlik to'g'risida o'ylanib boqmasa, hozirroq jabbo va issiq suvoqni beshidan o'tkazmasa, bir inson bo'lish sifati bilan shu yeshidan boshlab yashash qonuniy to'g'risida tafakkur qilmasa, u erkak keyincha uylanmamdi, o'lik o'choqliq bo'lmamdi, bolalarga dodi bo'lmamdi. Butun zehni quvvatini, butun tafakkurini telefon berib bersa, bolaning keyligi yana qanday bo'lmoqchi? Biz ota-ona bo'luvchilar farzandlarimizga bir umr boqvandi bo'lolmaymiz, bir umr hamroh bo'lolmaymiz, holdan xabar ololmaymiz. Buning bizning qurbatimiz yetmaydi. Shunga biz o'z ko'nglimizda ko'yinish deb o'ylab olgan, ammo bolalarimizning kelgusiga nisbatan eng cho'ng ziyonkashlik hisoblanadigan to'g'ri bo'lmagan ota-ona sevgimizni farzandimizga yetkazish usulimizni o'zgartiraylik. Xaridarim bilan uzoq paranglashib ketdik. Lekin o'zim xijilib ketdim-da, nima qilmadim, nimda bu anaga qoyitdim, nimishqa bu anaga bunday so'zlarni qilatdim deb ketdim o'z-o'zimga. Lekin xaridarimmi mening o'ziga ko'ynab turib, bolasiga ko'ngil bo'lib turib qilgan gaplarimni intayin to'g'ri tushunibdi. O'zliqning bolasiga unum qilganlik to'g'risida, bu qadimgi paranglashdan suhbatdan intayin yaxshi taklif fikrga ega bo'lganlik to'g'risida rahmatlarni aytdim. Men bu xaridarimning ko'ngliga azor berib qo'ymaganligimni bilgandan keyin intayin xush bo'ldim. Farzandlarimiz salomat bo'lsin, farzand ishqida ko'ygan ota-onalar salomat bo'lsin. Oxirida mushu bolalarga, cho'nglarga, homildarlarga, buvoqlarga unumli o'sberlik o'zul qazam deydiganlar ayrim qaram uchuronlarni qildirib qo'ysanglar pul yo'llash mendan, qo'llash sizlardan, qo'llash sizlar qildi.